To'yga to'yona deyilganidek yangi yilga munosib tuhfa. Muhtaram prezidentimizning sovg'alari, yangi uy kalitlari yigit-qizlarga tantanali ravishda topshirildi. Sizlarga mana shu uylar bilan muborakbod etamiz. Albatta alohida ta'kidlashimiz lozimki, davlatimizdagi mana shu yoshlarga berilayotgan e'tibor bu hamma davlatga ham yo'q. Bu ham mana shu prezidentimizning islohotlarini izchil hayotga tatbiq etilayotganligini dalolatdir. Hurmatli prezidentimiz aytganlari kabi O'zbekistonda hech kim mehr va e'tibordan chetda qolmaydi. 25 nafar ertamiz egalarini Qashqadaryo viloyat hokimi Murodjon Azimov bayram bilan samimiy tabrikladi. Bugun men juda ham xursandman. Nimaga? Chunki prezidentimiz menga zamonaviy uy berdi. Uni borib ko'rib, hammasini qabul qilib oldim. Sharoitlar yaxshi, zamonaviy. Men bundan juda ham xursandman va o'z rahmatimni hurmatli prezidentimizga aytib qolaman. Mendan xursandman. Ishonchlarini oqlab, yaxshi kadr bo'lib chiqib, mana shu yurtimizga yaxshi xizmat ko'rsatishga va'da beraman muhtaram prezidentimizga. Kecha uysiz yoshlar bugun yangi zamonaviy barcha imkoniyatlari mavjud bo'lgan xonadonlarga ega bo'lishdi. Ular bundan mamnun. Ochig'ini aytsam, bugun rosa ham xursandman. Bu baxtli onlarni kutilmagan sovg'a bo'ldi. Bu uchun menga prezidentimga, muhtaram prezidentimga, mana shu yordam berganlarga, ularga hammasiga chuqur minnatdorchilik bildirib qolaman. Yangi 2026-yil hammamizga baxt, bundanda ortiq omadli kelishini istab qolaman. Chin yetam ota-ona qaramog'idan mosuvo bo'lgan kelajak egalariga berilgan e'tibor, ular uchun yaratilgan keng imkoniyatlar yoshlarni yetuk mutaxassis bo'lishlariga zamin yaratadi.